Salom hammaga, men kuzatuvchilarim, podpischiklarimning niyatini oldim. Like bergan obuna bo'lganlar uchun shifoli ochirim desin. Aqlingizdagi inson qadam tashlab kelishi bormi? Niyati nima? Munosabati qanday bo'ladi deb ko'ramiz. 3 ta karta tanlang. 1 2 3. Birinchi kartadan boshlaymiz. To'xtab qolgan munosabatlar tiklanishi bor. Hozirgi paytda to'xtab qolgan munosabatlar yana qadam tashlaydi. Harakati bor, siz tomonga kelishiga harakatlanib turibdi. Harakat bor. To'xtab qolgan munosabatlar yana yo'lga tushib ketish ehtimoli bor deb turibdi. Ikkinchi kartani tanlaganlar, hozir bu kishi o'ylovda qotib qolganlar, nima qilishni bilmayaptilar, siqilib qolganlar, qaysi yo'lni tanlashni bilmayaptilar, o'y xayollariga berilgan, hozirgi paytda to'xtab qolgan. Ikkinchi kartani tanlaganlar. Uchinchi kartani tanlaganlar esa ozgina tanlovda turibdi. Bu yerda qaysini tanlash qiyin bo'lib turibdi. Bu yerda sud, dokument ishlar, ajrim, mana shunaqa ishlar bo'lib turibdi. Uchinchi kartani tanlaganlar tanlov asosida turibdi. Bilmayapti, qaysi yo'lni tanlashni bilmayapti hozirgi vaqtda. Sud ishi, dokument ishlari, munosabatda qani. Yana buni ustiga yana karta tashlaymiz. Qandaydir bu juda ham bir kuchli energiyada turibdi, jahl bilan turibdi. Jahldan tushadimi deb ko'raylikchi. Harakat qilsangiz, u uchun harakatingizni natijasi bo'ladi deb turibdi.